Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mebelimiz dastavkaga chiqib ketyapti. Bugun 29-yanvar 2026-yil. Xo'p, komplektimizni tushuntiradigan bo'lsak, material MDFli materialdan qilinadi. Trimolari, shifonilarini 3 bo'lak, razmerlari 260 lik. Trimolar 1,5 metrlik, spani matras 210 ga 170 lik variantlardan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'lsa, ustanovkasi bilan qilib beramiz. Keyin Surxondaryoga ham dastlabki ustanovka xizmatlarini qilib beramiz. Mebel olaman degan do'stlarga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Bundan boshqa mebellarni ham xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Malol kelmasa, bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan boshqa mebellarni ham qo'yib boramiz. Birma-bir ko'rsatib, xudo xolasa 2026da o'zgarishlar xudo xolasa katta bo'ladi. E'tibor uchun katta rahmat. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar.